Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Qo'llarimiz hamon tepkida. Pezishkon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron Islom Respublikasi prezidenti Masud Pezishkon Isroil hujumlari oqibatida bombardimon qilinayotgan Liviya xalqini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bu haqda u 9 aprel kuni o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Sionistik rejimning Livanga qarshi yangilangan tajovuzsi dastlabki o't ochishni to'xtatish kelishuvini ochiqchasiga buzishdir. Bunday aldamchi harakatlar ularning kelajakda ham muzokara bitimlariga amal qilmasligining xavfli belgisidir. Bu kabi harakatlar davom etaversa, muzokaralarni amalga oshirishdan hech qanday ma'no yo'q. Qo'llarimiz hamon tepkida. Eron livanlik qardoshlarini hech qachon yolg'iz tashlab ketmaydi, deydi Eron prezidenti. Ma'lumot uchun joriy yilning 30-mart kuni Qizil yarim oy jamiyati AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy operatsiyasi boshlangandan beri 102 mingdan ortiq fuqarolik obyektlari hujumga uchraganini xabar qilgan edi. Halok bo'lganlar soni bir haftadan ko'proq vaqt ichida 1,5 baravarga oshgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh Isroil bilan hamkorlik borasida yakuniy to'xtamga kelishi kerakligini ma'lum qildi. Bu haqda u 9-aprel kuni o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Aroqchining so'zlariga ko'ra, AQSh Yaqin Sharqda o't ochishni to'xtatish yoki Isroil vositasida harbiy mojaroni davom ettirishdan birini tanlash kerak. Eron va AQSh o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish kelishuvi shartlari aniq va tushunarli. AQSh tanlov qilish kerak. O't ochishni to'xtatish yoki Isroil orqali urushni davom ettirish. Ular har ikkisiga bir vaqtning o'zida erisha olmaydilar, deb yozdi Aroqchi. Shuningdek, uning bildirishicha, dunyo Livandagi ommaviy qotilliklarni kuzatib turibdi. Endi to'p AQSh tomonida va dunyo ushbu mamlakat o'z majburiyatlarini bajarishini kuzatmoqda. Eron Hormuz bo'g'ozini yana yopib qo'ydi. Eron Isroilning Livanga qilgan hujumlariga javoban Hormuz bo'g'ozini yopdi. Bu haqda kecha 8-aprel kuni Fars xabar berdi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bilan aloqador bo'lgan Farsning xabar berishicha, 8-aprel kuni ikkita neft tankeri Eron ruxsati bilan bo'g'oz orqali o'tgan bo'lsa-da, endilikda harakat to'xtatilgan. Livan sog'liqni saqlash vaziriga Isroil tomonidan amalga oshirilgan aviazarbalar to'lqini oqibatida kamida 112 kishi halok bo'lgan va 837 kishi jarohatlanganligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Isroil mudofaa armiyasi hozirgi keskinlik boshlangandan beri Hizbulloh obyektlariga eng yirik zarbalar seriyasini berganini ma'lum qilgan edi. Eron sulhdan voz kechishi mumkin. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Agar Isroil o't ochishni to'xtatish rejimini buzishda va Livanga hujum qilishda davom etsa, Eron sulhdan voz kechishi mumkin. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Tasnim xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Livandagi Eron qo'llab-quvvatlaydigan Hizbulloh harakatiga qarshi harbiy harakatlarni to'xtatish kelishuvi bandlaridan biri hisoblanadi. Shu bois Islom Respublikasi undan chiqish huquqini o'zi saqlab qoladi. Isroilning Livanga uyushtirgan hujumlari bilan bir vaqtda Hormuz bo'g'ozi orqali tankerlar harakati to'xtatildi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Isroil mudofaa armiyasi hozirgi keskinlik boshlangandan beri Hizbulloh obyektlariga eng yirik zarbalar seriyasini berganini ma'lum qilgan edi. Eron Isroilni ogohlantirdi va agar Livanga qarshi hujumlar davom etsa, o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzishni ma'lum qildi. Amerika va uning sionist hamkorini qat'iy ogohlantiramiz. Agar Livanga qilingan hujumlar darhol to'xtatilmasa, keskin kuch bilan javob qaytaramiz, degan Eron tomoni. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Pokiston armiyasi qo'mondoni Olim Munir bilan telefon orqali muloqotda Isroil tomonidan sulhning buzilishini muhokama qildi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vaziri xabar berdi.
Isroilning Eron va Livanda o't otishni to'xtatish rejimini buzish holatlarini muhokama qildik, deyiladi vazirlik bayonotida. Qayd etish joiz, Eron va AQSh o'rtasidagi o't otishni to'xtatish e'lon qilingandan so'ng Isroil armiyasi ham hujumlarni to'xtatishni ma'lum qilgan edi. Biroq Hezbolloh harakatiga qarshi operatsiyani davom ettirdi. Isroil mudofaa armiyasi hozirgi keskinlik boshlangandan beri Livandagi obyektlarga eng yirik zarbalar seriyasini berganligini ma'lum qildi. Aviatsiya va artilleriya mamlakat janubidagi 10 dan ortiq aholi punktlarga zarba berdi. Halok bo'lganlar va yaralanganlar borligi xabar qilindi. Shu bilan birga OV xabarlariga ko'ra, Isroil amerikaliklar bilan birgalikda Eron janubidagi neftni qayta ishlash zavodiga zarbalar bergan. 7-aprel kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan 2 haftalik o'zaro o't otishni to'xtatish bo'yicha sulhga erishilganligini e'lon qilgan edi. Amerika yetakchisining aniqlik kiritishicha, ushbu qaror Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharifning taklifi bilan Eron Islom Respublikasining Hormuz bo'g'ozini to'liq zudlik bilan xavfsiz tarzda ochishga tayyorligi inobatga olingan holda qabul qilingan. Eron davlat televideniyesi xabar berishicha, Tehron o't otishni to'xtatish bo'yicha 10 ta shartni ilgari surgan va AQSh ularga rozi bo'lishga majbur bo'lgan. Tramp Yaqin Sharqda oltin asr boshlanishini aytdi. Eron bilan 2 haftalik o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv va nizoni hal qilish bo'yicha bo'lajak muzokaralar fonida AQSh prezidenti Donald Tramp Yaqin Sharqda oltin asr boshlanishini aytdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Butun dunyodagi tinchlik uchun buyuk kun. Eron bu sodir bo'lishini xohlaydi. Ular to'yib ketishdi. Boshqalar kabi. Amerika Qo'shma Shtatlari Hormuz bo'g'ozidagi blokada bilan bog'liq muammoni hal qilishga yordam beradi. Ko'plab ijobiy harakatlar bo'ladi. Bu Yaqin Sharq uchun oltin asr bo'lishi mumkin, deb yozdi respublikachi. Trampning qo'shimcha qilishicha, Eron qayta tiklanish jarayonini boshlashi mumkin va katta pullar ishlab topiladi.